programımızı başlap ketken olsak, programımızdan birinci baskıcı bizden Nakşibet. Yaşamalıyım ben yarın sorayım. Savdın gel yaşamalıyım ben yarın sorayım. Yarın ikiler mudefa çok an yar yolda açtı para. Çok yan yar yolda açtı parayla. Olmaz dağının dışında bir gün bekler peşinde. Olmaz dağının dışında bir gün bekler peşinde. Elgerde arman yok var, çok an yar sevgen yanın peşinde. Elgerde arman yok var, çok an yar sevgen yanın peşinde. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş, nereden sorayımız? Assalamu alaikum hürmetlik Nahmeydandaki bağlıqçı ustazlar. Assalamu alaikum Nahmeydandaki çihir nurluq, mehr ateş kırındaşlar. Assalamu alaikum televizyoradaki Nahmeydandaki körürmen kırındaşlar. Sizlerin muş vaxtınlar hayırlık olsun. Ezzane muqam diyarıya kelgen birinci numurluq mahir Abdülhamid Can'ın sizlerge olsun salam. Ali ihtiram. Rahmet. Neymiş? Keskin so'rab baqsam. Keskin dehqonchilik qilman, yana birga uy bezakchilik bilan shug'ullanan. Uy bezakchilik bilanmi? Xo'sh. Ha, uy bezakchilik. Unda bo'lsa, hozircha qanday ishlaringiz yaxshi ketyaptimi? Hozir ishlarim hali yomon emas. Uy bezakchilik bilan shug'ullanib, jug'ilgan pullarimga shahardan zamin sotib oldim. Ha, uy bezakchilik bilan shug'ullanib, pulni tepib shahardan uy sotib oldim. Endi demak, taraqqiyot shaharga o'tkilibdi-da, ha? Xo'sh. Ha, shaharning ichilaridan cho'qindoq bezakchilikning ishlari yaxshi ketyapti. Hozir masalan restoran deymiz, oshxona deymiz, sistemaxonlarni ish qilibki, jamshid qilib. Xushallik o'tyapti-da. Bizab kelyapsizlar.
Xo'sh, unda bo'lsa, navot sahnimizga hamda qaysi orzu armonlar bilan kelib qoldingiz? Men tunji qitim birinchi sinf kirgan vaqtimda muallim cho'g'da qizil gilos degan naqshini aytib taqin deganti. Ha. Shu naqshini o'rgatgan, shu naqshi o'qish orqali chiqibga maktab o'qish bitirish bo'yicha san'atchilik turjiga ayrılib chiqibga maktabni o'qish bitgan keyin chiqibga faoliyatlarda qatnashib Navatanizga bek arzuyum batı, 2 yıl oldi arzu qilgandim. Ha, shunday men bu birinchi sinfning gaplarini qilyapsizlar-da, bizning nava programmamiz yo'l qo'yilgan hozir 2 yil bo'ldi-chu. Shun bu 2 oy bek uzrab ketadi. Qaysi go'zal orzu armonlar bilan, ha. Shunga nava programmamizni qatnashni intan arzu qildim, shunga shu maqsadga yetdim, intan xush bo'ldim. Xush bo'ldingizmi? Xush. Shun to'xtamay ish qilib u yoqqa bu yoqqa, noyda erkin ozoda o'zingizdan yurak so'zlaringizni davatisiz-da. Albatta bizniki nava sahnimiz mana sizlarga o'xshash san'atga havas qiladigan havaskorlarimizning, san'atchilarimizning sahnasi. Unda bo'lgandan keyin buni cho'qim yana shu bizayotgan o'ylaringizda ko'rsangiz bo'laverdi, erkin ozoda yurib qaranglaysiz-da. Unda bo'lsa bizniki bog'lovchi ustozlarimiz sizga qanday baho bergan birlikda anglab boqandik. Assalomu alaykum Abdulmit. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz nava sahnimizga. Xush geldin. Ovozingiz rasmiy shundoq yaxshi ekan. Bir xalq naqshisi o'rinlagan shunday bo'lib kelgan yaxshi ovoz ekan. Va cho'kayadigan bu xalq naqshisi yaxshi aytdingiz, puroq sho'ylari shunchalik yaxshi bo'ldi menimcha. Shunday zo'qalliq bu naqshning. Ana bu naqsha birlik ko'plik ahangchi. Xo'sh. Ahang birlik ko'plik. Buning bak yuqori elchilari ya bunda tören tarafları ancha yo'q. Doirasi ancha bek keng emas bu naqshning. Lekin xeyli puroq shiva hissiyat talab qildi bu naqsh. Shu buni nayt hissiyatlik puroq shivalarni shundoq yaxshi aytdingiz. Sahnada ushaqchak menishingiz bo'pti yaxshi. Obistak erkin bo'lgan yaxshi sahnada. O'zi qo'p bak jiddiylashib bunda kirishib olganda, bunda erkin azada esa bu naqshim chiroyli chiqdi. Hamma narsa undan bo'ldi. Sizning sahnaga qiyofatlaringiz shundoq yaxshi. O'diqmaydigan sifatlar chiqib turasizmi sahnaga? Burun Pat chiqib turamsizlar sahnaga. Ha? Ancha yuzlarda, noylarda faoliyat bo'lsa qatnashtirman. Mana shu bir yeri bor. Bizaklikdan boshqa ancha ishlarni shug'ullandim, ha. Undan sizga utuq tilayman. Abdulmitjon, xush kelibsiz. Xush geldin. Siz Cho'kanyar degan bu naqshni ayni puruq bilan shunaq yaxshi mardan o'rinlab berdingiz. Haqiqiy dehqonning ovozi bilan bu naqsh hammamizga yoqdi. Sendik qiyofatingiz ma'aviyatni dilshod degandek o'zingizni aytdi, ozodi tutib turib naqshni qalblik o'rinlab berdingiz. Rahmat. Sizga omad tilayman. Rahmat. Bizning birinchi nomerlik mahirimiz o'zining nomerini ko'rsatib o'tdi. Endi qizg'in olqishlarimiz bilan ikkinchi nomerlik mahirimizdan sahnamizga kelamiz. Marhamat.
Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Xush kelibsiz. Hoş buldum. O'zingizning qizg'in salmoqingizni bir yetkazib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Tövbe oturgan tövbe ustazlarımız hem görevlilerimiz. Hem onların azıcık vakti hayırlı olsun. G'ulji diyarı Qo'rg'os noyisidan Ansar Ali'den sizlarga o'tliq salom. Ansar. G'ulji diyorimizda nima ishlar bilan? Odatda G'uljida kechki klub, restoran degandek yerlarda naqsh etishdan shug'ullanaman. Undaq bo'lsa, burun qandaq bir havaslar bilan bu naqsh kasbga kirib qolgan. Ben kichikimdan boshlang'ich maktabda o'qiyotgan vaqtlarimda tatib naqsh etishga bir herisman bo'lib, qiziqib, mana shunday bir faoliyatlarga, mana shunday bir musobaqa olsin, shunday bir sahnalarga chiqishga bir fursat bo'lmaganligi sababidan o'zim shakilda asli restoran, kechki klub, to'y to'yganlarda naqsh etish bilan shug'ullanib, mana bugunga qadar izchil tirishib, mana bugun shu Navo programmasining yo'l qo'yganini anglab, garchi vaqti tizimlanmagan bo'lsam-mu, kechikib qolgan bo'lsam-mu, o'zimning bir najli bir talentimning borligini shu men shu naqsh etishga herisman bo'lgandan tortib, nechinchi palampaga chiqqanligimni bir bo'lib yiqish yuz bilan shu maydon keldim. Xo'sh, undaq bo'lsa bizning bog'lovchi ustozlarimizningki qimmatli bahosini anglab boqaylik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz Navo Xush sahnamizga. buldum. 93-yil birinchi avval kichik bo'lib ekansiz. Endi 20 22 yosh. 20 yosh. Vatanimdagi mana shuni aytdi, yaxshi aytdingiz. Rahmat. O'rlash texnika, naqsh etish texnikangiz xeli zo'r, xeli yuqori ekan. Rahmat. Rahmat. Ovozingiz yomon egiz chiqadi ekan. Endi sal inchiki yoplag'roq yeri bor. Ovoz sharoitingiz yaxshi, naqsh etishni biladi ekansiz. Hissiyotli shunda puroq naqshni ichiga kiradi ekansiz. Yaxshi o'rladingiz bu naqshni. Ammo lekin rasmiy mush daraja bosqichga kelgan ekan, buning buyqidagi taraqqiyotga yana biz azroq talab qo'yamiz endi. Nimsa texyashgan 22 yosh bundan keyingi sistemli tarbiya elishga shunga yuzlab imkon bor bir fursat tepib sistemli naqsh ilmida sistemli tarbiya asos cho'qim yaxshi naqshchi, yaramliq naqshchi bo'lib ketarsiz. Chunki siz ham naqsh etish mahoratingiz quloq sizin hammasi joyida. Endi yana bir ish bor endi shu uzuk tayma yipiq tovush kelgan chog'da hargiz mana assalom vatanim yo'qchimi? Assalom vatanim uchiqilishga jon anam mana can anam vatanim bu maydı. Hazır açtık ettiniz. Başını çıkla. Oktuz mu? Muşuna dikkat kılalım. Yipik tavuş ne? Çokum. Çıkken çağda yapsınız. Esselam. Esselam. Mağazı olmaydı. Naqsh etishda bu maxsus açtıq etgan, müşbitlig'lerim bor. Lekin mana qilsa uni qisqa ochiq etishimiz kerak. Qolgan jihatda yana sahnadagi hissiyotingizni aytay. Buni keyin naqsh etsangiz aynik qaravroq ayting. Aynik qizg'alto'l qaraydi, o'g'il qaramay shunaqmi? Bir sahnada qiyofatingizni diqqat qilishingiz kerak-da. Qanday qilib turyapman men? Sahnada qanday turyapman? Men badan tutishim qandaroq? Mama qo'lim başına qilmanda qildi. Meni qilgan bo'lmaydi. Sahnadagi hissiyotiniz yetarsiz. Mushning izning sahnada qanday qaysi naqshni qanday qo'llarga qanday qilish kerak, qayerda turish kerak, qayerda menish kerak, mushjat izning qag'ayalar hammasi shu yo'q. Sizga o'tib bo'lsin. İkinci numaralı mayer avazınız yakınlık. Avazınızdaki yukarı tüven kısmı tekşi. Müzik seziminiz mi yukarı degandek nahati yaxshi. Yukarıdaki vatan namlıq naqşının müziklik taleplerini nahati yaxshi ifadalash bilan o'darlarni to'ldirib naqshini yaxshi ijro qildingiz. Shu ba'zi naqshlarning oxir qismini yepiq ovozda aytmang. Bu bizda bu naqsh aytish qonuniyatiga mos kelmaydi. Bu yaqindan buyon sizlar emas, nurg'un yosh bolalar shunday naqsh aytish bir
atını çıkırıp aldıkça yepik avazda. Yani bunaylık müziklik nakşının müziklik taleplerini avazı yetmegende aşında çıkarsa amal yok endi. Niki avazınız bakya, avazını uç kalıpta icra qilishni o'rgansangіз texim bo'ldi. Yuqori degandek, mana shunday yaxshi sharoitingizni, sharoitingizdan texim natija qozonish uchun, ya'ni naqsh aytish bilimlarini egallasangiz texim yaxshi. Omad yor olsun. Rahmat. Bizning 2-chi nomerlik mayrimizmi o'zining nomerini ko'rsatib o'tdi. Endi qizg'in olqishlarimiz bilan 3-chi nomerlik mayrimizdan sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Alemke bir mena var, gözlerinde güzel kız. Her bakışın talaysır, o saçıdı yüreke. Şefek rengi kızarsa, rical ettin yüzlerin. Güveceydi kallerin, kuştulgandek dileke. Hey hey, güzel kız. Hey hey, gören kız. Hey hey, güzel kız. Hey hey, gören kız. Ispanlık dizekler, çınıpalar aldığımda, Şemiyaya zibaki, çakmedi gül yüzümde, alem ara tütülmez, bundan artık güzellik, her kademde gülüner, kılgan işim sözümde, hey hey, güzel kız, hey hey, gören kız. Hey hey, güzel kız. Hey hey, gören Kız içişmezmiş gün, dağını talqan kılganday, altüge çakiri, kızlar kılışmaylini, aya bilen güzellik, yuğurulsa aşında, doğukandek baturmuz, dolmazdur taylini, hey hey, güzel kız, hey hey, gören kız. Hey hey, güzel kız. Hey hey, gören kız. Hey güzel kız. Hey hey, gören kız. Hey hey, güzel kız. Hey hey, gören kız. Hey hey, gören kız. Xush sizning sahnamizga. Siz bilan bir tanishib boqayli. Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar, muhtaram ustozlar. Hammalarning hozir vaqti xayrli bo'lsin. Men Aqto'y nahiyadan kelgan 3-yillik mayir Abduxoliq Yusuf. Didar g'animat. Abduxoliq, Aqto'da nima ish bilan shug'ullansizlar? O'zimizning Aqto'y nahiyasining Pilov yezliq o'rta maktab o'qituvchisi, ya'ni Xansol o'qituvchisi. Xansol o'qituvchisi. Balkim tarbiyalab chiqqan bolalaringiz hozir jamiyatning har qaysi sohalarida ma'rif uchun balkim kuch qo'shayotgan bo'lishi mumkin. Shunday. Men o'qitish qilish jarayonida shuna 5 qarasini tutdim. Shu bolalarimning ichida hatto shu so'rini o'tagan o'quvchilarim bor.
naq maydonda sizdan to'liq sifatida qadam tashrif qildi, shundaqmi? Oldi Allohdan xizmat chiqib bo'ldi. Hamsi bog'liqchi ustozlar sizga qanday baho bergan bir tanlab boqaylik. 3 numaralı Mahir, avazınız yakınlıkta. Müzik sezimçallığınız güçlük. Yukarıdaki güzel kız namlıq nakşini kızgın hissiyatıyla yaxşı icra qılınız. Yani bunundaki muşu siz okutkuçkensiz tamamen egelleş pürsütüge egi bulalaysız. Muşu avazınızın tekimi oçuk, yoruk çıkırışta nakşi etiş kaidesi bu için meşik kılsınız. Avazınız tekimi yaxşı oldu. Nakşini yaxşı icra kıldınız. Ahmet Yaros'un. Assalamu alaikum Abdülhalik Yusuf efendim. Bu nakşının bunun da avazı kaygan yoki ulardan chiqib ketgan o bu ishlar yo'q. To'liq o'rinlandi. Hamkorlashib qilishimiz bilan bo'lgan sahnadagi hissiyotingiz bo'ldi. Usullarni taz nereden alamısınız verikli çıkıp işli oyunda olsun. Mening siz deyilgan bir talabim var. Yani siz onun için nakşini sanat nakş etishni yaxshi ko'rib kelibsiz. Mush kasb bilan shug'ullanishingiz endi. Eng muhimi nakş etgan chog'da hissiyat bo'ladi shu. Alem kebi mana yar güzellikte güzel kız olsa bo'lib anda ma'nosi bo'lmaydi. Alem kebi güzel ya. Hissiyat. Alem kebi mana yar. Bir xil hissiyat kirish kerak da ahanga. Degan yer bo'ldi-ki. Alt tarafdan hammasi quruq quvvatida hissiyat yo'q. Ichki hissiyat. Naqsh degan siz o'ngshab etmisangiz naqsh sizni etib qo'yishga chiqadi. Siz naqshni etishingiz kerak endi. Shunaqmi? Shu ajnaga hissiyat kirgizsiz. Siz yana anglab baking o'sha aytgan naqshingizda ajnada hissiyat kamroq. Her bir tekst iniq oladi ekan siz tekstlabsiz, lekin hissiyat kamroq. Cho'qim bir ichingizni, bir vujudingizdan madaq chiqsa, bu texim chiroyli chiqadi. 4-chi nomerlik moyirimizmi o'zining nomerini ko'rsatib o'tdi. Hamda qizg'in olqishlarimiz bilan 4-chi nomerlik moyirimizdan sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Esirler şahidi ey büyük toğrak şunçilik sırlıktır cismin cihanda Esirler şahidi ey büyük toğrak şunçilik sırlıktır cihanda yaşaysan yıllar yıllar mı mağrur sen büyük mukaddes tekli makanda yaşaysan yıllar yıllar mı mağrur Çeksiz bayavan külü de yegane buldun sen kervanğa ıllık sahibe buldun sen kervanğa ıllık sahibe kısmetın tarim kısmetın tarim o yedamen bir göçmez abide kısmetın tarim kısmetın tarim o yedamen bir göçmez abide Derekler şahit
tarixda qoldirib meni dastanlar minib shu yo'lda yazgan ajdodlar tarixda qoldirib meni dastanlar tarixda qoldirib meni dastanlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat, xush bo'ldim. Nima degan yiqimliq naqsha bu. Bu naqshani anglab, televizor ekran oldidagi ko'rmanlarimiz shundaqlar naq maydondagilar jumladan menmi nihoyat bir go'zal xiyollarga jo'r bo'ldim. Rahmat, tomoshabinlar naqsham yaragan bo'lsa, men uchun cho'ng baxt, o'zim baxtli his qilaman. Unda bu sizning nerdan so'raymiz? Yupurg'i diyardan kelgan 4-numurliq Mahir Ubulqosim Quvandin hammangizlarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Rahmat. Rahmat. Ubulqosim afandim, xush kelibsiz Yo'pirg'i diyordan. Asosiga nim xizmatlar bilan shug'ullanasiz. Nihoyat siz tamkin, nihoyat ozoda ish qilib cho'qim qo'lasangiz nurg'un xodim bordek yoki bo'lmasa nurg'un ish ko'rgandek pek tamkin qilsiz. Cho'qim bir gap bor edi. Qulamda muhojir odam yo'q. Men endi shu asos qatlam yiz kadri. Demak, qo'lingizda odam ozmika? Demak, siz shu asos qatlam kadrlarining hammasini xizmatini biz muayyanlashtiramiz ham bilamiz. Asos qatlam kadrlarining xizmati intoyin jafoliq ama sharafli xizmat. Shunday. Asosan sizlar shu asos qatlamda shu yerdagi saqlanib kelayotgan masalan madaniyat, ya'ni tantarbiya deymiz, san'at deymiz, mushtiyatdagi xizmatlarni asosan omma bilan yuz ko'rishish, ommaga xizmat qilish xizmatlari bilan shug'ullansizlar, shundaqmi? Shunday, to'g'ri. Asosan siz mana shu yerdagi bizniki san'atkorlarimizni tashkillash, shularni boshqarish, bo'lsa shu yerdagi saqlanib qolgan konkretni xizmatlarni ommaga yetkazish. To'g'ri. Ish bilan shug'ullansiz, shundaqmi? To'g'ri. Qanday bir natijalar barliq kelgandek turamdi? Biz men hamda shu yizda shu partiya hukumatniki turli hozirgi vaziyatlarimizni tushunamiz va turli yaxshi siyosatlarni tashviq qilish, dehqonlar mashribi deymiz, turli tantarbiya faoliyatlarini hamda shu partiya hukumatniki o'rlashtirish bilan siz bosh bo'lib o'rlashtirsiz. Men tashkillayman. Yizdagi siz boshliqmi? Xush kelibsiz. Demak, endi shu san'atlar bilan shu san'atchilarni, dehqon san'atchilarni boshqarish jarayonida, tashkillash jarayonida sizlarga shu san'atniki turoqlari bak yo'qib ketibdi. Yo'q, men ma'vu kesibda tarbiyalangan emas. Tarbiyalanmagan. O'zim qiziqishim bilan men shu 14-15 yosh vaqtimda bu dutarchilikni o'rganib, shuningdan tortib hozirgacha bu kasbni tashlamay. Demak, 14 yoshingiz dutar chaqan bo'lsangiz hozirgacha hozir 20 yil bo'ldi. Unda bo'lsa bizniki bog'lovchi ustozlarimiz sizga qanday baho bergan birlikda anglab boqaylik. Marhamat. Ovozingizning tusi jaranglik. Ovozingizning doirasimi hali kam. Takshi. Müzik sezimchanligingizmi yaxshi ekan. Ovozingizniki salmog'i bor. Rahmat. Yuqoridagi to'g'roq nomli naqshining nihoyat mazmunga xos holda tamkin holatda yaxshi ijro qildingiz. So'zlarni mana tushunishli ijro qilish bilan birga naqshini hissiyotli yaxshi ijro qildingiz. Ahmet yor olsun. Ubulqosim Quvon. To'g'ri. Xush kelibsiz navosatimizga. Rahmat ustoz. Tashakkur, rahmat. Naqshining melodiyasi nadiqimliq. Zarafshan daryosida bir naqshimiz bo'lgan. Shuningga mayliroq, ashtaqroq. Azroq o'xshab ketadi. O'xshaydi ekan. Aynan lekin to'g'roq rasmiy ifodalatida bu naqshida. Ovozingiz yaxshi ekan. Gap yo'q. Sahnadagi azroq bak o'zingiz buni bak qo'yib bo'lmaydi-ku. To'g'roqdek ching'aroq turish kerak. Ama o'zini qo'yatında biroq bunday bo'shab kelsa to'g'roq chiqmaydi. Senda har bir to'g'roq degan vaqtda
İsiyat şununla bir kırak kinçkege beden tutuşlar bu cihette. Aşınağı nasıl gerek de? Avazga nakş orulganmış, avaz nakşı etkan purak şivilen sahnedeki beden kuruluş masalaş gerek. Çünkü biz nakşınızı anlaş bilen birlikte sizin kıyafetinizi görüyorsunuz demeydi. Şunak mı bu radyoda anlagamız gelmeydi. Siz kıyafetinizi görüyorsunuz. Şunu sen temkrek aşu. Nimel diyen bize bedenimi aşının hissiyatga yasaş gerek de. Bu cihetizinin endinkin azık yaş balalarda bir nakşının ahırga kelgen çağda bir lang urduğan bir adet payda oldu. Nakşının kendi şu mesela day 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 dep onda day 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 tüydü day kimden tegdi muşu bir uslup azık yaş balalarının hemmisi köp muştak etip çoğlamamış o nimi kırıp apardı muşu hissiyat çoğuna nakşet kaçak day 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 tüy day 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 manadı bak siz zaman nakşanız bir neçe de aşı lan orup ketdi munudaki her kandak nakşıyısınız muşu iyisinizi çıkıp tutun lan orduğa adet yoktun men et otta ko'p hamma yerda deyman mush gapni ekan. Bu bizning tarixdan atibimiz naqshetib kelgan bunda narsa yo'q. Bir ijodiyatchi paydo qildi bu bundaq nima uni ismini demay. Shundan keyin mushtaq paydo bo'lib qoldi bu ish. Burada ustoz. Bundan keyin men ta'lim nurda oldim. Shu seni qiyopatimni yaxshilayman. Allah'ın oradan dikkat edin. Anadaki sendeki hissiyatınızda biraz beden tutuşunu biraz aşınızdan avazınızda gap yok, nakşini ifadeleyiş ameliyatı gap yok ki. Cuma Rahmet. Siz uftuk yar bolsun. Rahmet. Bizning 4-chi nomerlik mayrimizmi o'zining nomerini ko'rsatib o'tdi. Hamda eng oxirgi mayrimiz 5-chi nomerlik mayrimizni sahnimizga taklif qilamiz. Marhamat. Bilmey deptimen canan çıraylı mama olsaydı balam çıraylı bilmey deptimen canan çıraylı mama olsaydı balam çıraylı ayrılgan çağda bildim ki hiç tükenmedin anam çıraylı ayrılgan çağda bildim ki hiç tükenmedin anam çıraylı anam Pişmanım anam, anam, baylığım anam. Yığılsam yığlap külkemge külgem, mini Kirpatlar yuyup aşık işleri Yolumda tanrım sarı küçüşleri Severliğimde geçir işlere İşkenemeden anam çıraylı Söymezken beni anam dek işkim Köymezken bana anam dek işkim Şönmez yürgümde anam dek işkim İşkenemeden anam çıraylı Anam anam Baylığım anam Anam
Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş. Kızgın bir salımınızı yollap ötken bolsunuz. Assalomu alaykum, hurmatli bağlıqçı ustazlar. Assalomu alaykum, nova programmasining qizg'in ishtirokchilari. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi aziz qarindoshlar, hammanglarga Qashqadaryodan kelgan 5-numurliq Mayir Mahmud Tumanjondan oliy ehtirom, o'tliq salom. Rahmat. Ben Tuman. Qashqadaryodan kelibsizlar. Qarshi olamiz. Qashqadaryoda qaysi kasb bilan shug'ullanganday tursizlar? O'zim to'y bilan ishlash istaman. Hozir lekin o'zimning qiziqishi bo'yicha kechki klublarda teklif oldi yoki o'zim xohlagan holda naqshlik kelyapman. Men taxma chash posoni qarab, satirash ustammi, chash yasash ustamizmi deb shuni qarab o'ylagandim. Bu kasb bor. Bu kasb bormi? Bor. Chashqimi payzanglar bor? Chetaqim. Meninkini bir mushundaq bir yasab qo'ysang, navoq mushdan bir chiqib baqay mumkin deb o'ylab qoldim. Mishadan tushgan ekan bir asrali shaylar. Ma'qul bo'ldi. Demak, endi shu qo'shimcha xizmatlar bilan uningdan sirt klublarda naqsh etib, o'zinglarningki mushu san'at jihatdagi talantinglarni joriy qildirib kelyapsizlar. Burun qatnashgandek bir to'g'ri, 74-inson bor. 74-inson qatnashganmi? U vaqtda qanchinchi bosqichlagacha borgan? Qarindoshlar bosqichi. Demak, endi oxirgi bosqichga boramay qolgandinglar. Uning uchun bir sabablar bor endi. Sahna. Bunday qilib o'zimizningki azroq savallik tufayli. Bu da endi savalliklarimizni ortiqchiligimizni taxmi mollashtirib keldik. Oxirgi bormay deb umidim bor. Bo'ldi. Unda bo'lsa bizniki bog'liqchi ustozlarimizniki bahosini anglab boqaylik. Onam chiroyli degan bu naqshni anglagan. Nada siz radioda. Radioda siz aytganmi? Yo'q. Nishonchining ijodiyatchisi Abdusami Erkin. Bilmay debdiman. Yana nima qoldi? Men. Bilmay debdiman. Tush kerak. Men nima qoldi? Bayatni deb aytdim tag'ashda. Tavshu, cho'qim yipiqtavshu yo'rqib, uchiqibning oxiriga deganda yipilishi kerak. Bilmay debdiman. Bilmay debdiman o'qisak, meni ustoz yaxshi olmaydi. Ikkinchidan, onam chiroyliq. Chiroyliq. Onam chiroyliq. Sen Qashqar bo'lsa, onam chiroyliq. Onam chiroyliq. Qo'la chiroyliq. Chiroyliq bo'lsa bo'ladi. Chiroyliq. Chiroyliq degan ashulaq mushu balan aytganda radioda men anglaganda qulqim ajoyib anglangan. Sizning anodek eg'ir emas ekan. Amallik ashulaq bayani. Endi boshqa qag'ayadi men hech qanday qusur topamadim. Yaxshi. Hakikaten naqshiga erishman, rishtangiz rasmiy cho'nqur chiqdi. Naqshinimi shunchalik yaxshi etgansiz. Siz shu o'tgandan qalblik o'talasizmi, o'tkitsizmi ekan? Ahmet yar bo'lsin sizga. 5-numurliq Mahir, yaxshimisiz? Teşekkür ederim. Siz hozir Maş jamiyatda eng moda bo'lgan onam chiroyliq degan naqshni bu sahnamizga olib kelibsiz. Bu naqshni mana chiroyli o'rildingiz, yaxshi egallabsiz. Men ko'p qatim angladim, hatto mening telefonimga necha avatib o'zimni yaxshi ko'rib anglab kelgan. Ovozingiz to'rbaka. O'zingiz kichik, vijikkina o'g'lingiz bilan ovozingiz yomon to'rbaka. Keyingi o'tganlarga g'alabalik o'tishingizga tilakdoshman. Rahmat. Demek bizdeki birinci basqıçımız, bizden naqshimiz basqıçımızmı qalbilik oxirlashdi. Undaq bo'lsa biz qolgan mayirlarimizni qizg'in olqishlarimiz bilan sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Xo'sh, hurmatli aziz mehmonlar, naq maydondagi qarindoshlar. Mana bizning birinchi basqıçımız qalbilik oxirlashdi. Hammamiz 5 mayirimizniki numerini ko'rib bo'lgandan keyin balkim har birimizda belgilik bir son shakllandi deb o'yladik. Undaq bo'lsa, siz taraf qilib beqing. Sizcha bizning bu haftalik yulduzimiz qaysi mayirimiz bo'ldi? Paras qilib baqsangiz bo'ldi. To'g'ri paras qilib bo'lgan tomoshabinimizga bizning albatta ko'ngil so'g'imiz bor. Ya'ni Xinjiang yo'lliq xalqaro so'l chekish shirkati ta'minlagan yo'lliq markasidagi ko'ngilak. Unda bo'lsa paras qilib beqing. Sizcha 5 mayirimizning ichidan qaysi mayirimiz bu haftalik yulduz bo'ladi? Meningcha bu haftalik yulduz 4-numurliq Mahir. Meningcha bu haftalik yulduz 5-numurliq Mahir. Meningcha bu haftalik yulduz
3 numaralık mahir buludu deb faraz qilma. Menimcha bu haftalik Yulduz 1 numaralık mahir bo'ldi. Menimcha bu haftalik Yulduz 2 numaralık mahir bo'ldi deb o'ylayman. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, naq maydondagi aziz mehmonlar, ko'rayotganinglar Urumchi televiziya stansiyasi bilan Shinjang Vasiyot madaniyat tarqitish cheksiz sherikda birlikda ishlagan Qizil kalo vitaminli quvvat ichimligi alaydan hamkorlashgan yangi navo programmasi. Amdiki tanlash fursati naq maydondagi tomoshabinlarimiz sizlarning qo'linglarda. Qo'linglarga bilet tashlag'ishni ilinglar. O'zingiz yaxshi ko'rgan mayirniki rad nomerini yuqori ovozda to'g'rilg'ash, shu mayirimizga o'zingizning qo'lingizdagi bir tal biletni lilla adil tashlang. Qanunda qolsa bilet tashlash boshlandi. 5, 4, 3 natijalarni ko'rsanglar bo'ldi. Keyingi bosqichga g'alabalik o'tgan 4 mayirimizni qizg'in olqishlarimiz bilan tayyorlik qilib qo'ygan bo'lsak, xo'sh, amdiki hozirgi yurak so'zinglarni bir bilib boqimiz kelyapti. Ben 1 numaralık mahir numaraga erişemeyen bo'lsam, 1 numaramni mana shu ko'pchilik sınavımda imtihon o'qisholman. Faqat afsuslandim. Unda bo'lsa, yana bir qatimliq kelish fursatini biz sizga yaratib berishni o'ylashayotgan bo'lsak, siz qandayroq tayyorliklar bilan kelishni o'ylaysiz? Bundan keyin tomoshabinlarning hozirga yaxshi numaralarni sunishimni o'ylashdim. Demak, endi har bir qatimliq musobaqada yengilish bo'lib turdi emasmi? Xo'sh. Bu qatim qo'sh degan gapinglardan mening bilan shunday tez suratda ayrilganlar ketib ketadi-da. Yo'q. Ha? Sizlar ozroq bir mung'shayli degan. Voy mung'dashlik bo'ldi. Ha. Demak, endi hamma ish o'zimizning ba'zan bir ketkizib qo'ygan kichkin kamchiliklarimiz tufaylidan mana bu shunday natijalar kelib chiqadi. Buni endi biz o'zimizning ta'limimizdan ko'rsakmi bo'ldi emasmi? Bo'ldi. Shunga bundan keyin yana davomli tabassum bilan, kulki chaqchaq bilan o'zingizning bundan keyingi bizakchilik ishlaringizga texnik yaxshi muomala qilishingizni, bizning navo sahnamizga yana bir qatim kelishingizni qizg'in qarshi olamiz. Rahmat. Albatta sizga bizning ko'ngil sog'imiz va yana muxlislar gulchilik ta'minlagan bir dasta gul siz uchun qilgan bizning sog'imiz bo'lsin. Bu gul qizil gul. Rahmat. Rahmat. Ko'pchilik ko'p rahmat. Qizg'in olqishlarimiz Abdumet efendim uchun. Bizden birinci bosqichimiz g'alabalik tamam bo'ldi hamda programmamizning ikkinchi bosqichiga o'tib ketgan bo'lsak, programmamizning ikkinchi bosqichi qarindoshlar. Harmallarda kütüp her gün seni sevmemen yarım. Yüreğimde işilmez tügün seni sevmemen yarım. Seni oylap gözlerimden de öter mu küllerim gamde, öter mu küllerim gamde, tapalmazsın seni alemde, seni sevmemen yarım. Tapalmazsın seni alemde, seni sevmemen yarım. Yaman buldu ahvalım, seni sevmemen yarım. Gazan buldu baharım, seni sevmemen yarım. Gazan buldu baharım, seni sevmemen yarım. Seni sevmemen yarım, yılsın sana nidayım. Seni sevmemen yarım, yılsın sana nidayım. Seni sevmemen yarım.
Armanlarda kütüp her gün seni sevinimen yarım. Yüreğimde işilmez tügün seni sevinimen yarım. Yüreğimde işilmez tügün seni sevinimen yarım. Seni sevinimen yarım. Hoş, bunda olsa Ensar, qarindoshingizdan bir tanıştırib qo'yamsiz. Bo'ldi. Bu do'stim men bilan bir yillik bir yurtliq ikkimiz bir klubda naqsh etamiz. Yaqin sabitning ismi Umid bo'ldi. Umid. Xo'sh, Umid, unda olsa sizlarning bir qizg'in salomlaringizni anglab boqaylik. Assalomu alaykum. To'rt bahoros ustozlar, Naq maydondagi ko'rman. Qarindoshlar, mush vaqtlar xayrli bo'lsin. O'zim Ag'inam Ansarning qarindoshlar klubiga hamdam bo'lib chiqqanligimda intayin xushalman. Mushning yaxshi natijalarini qo'lga keltirib, keyingi boshqalarda yaxshi natijalarni qo'lga keltirishni umid qilaman. Rahmat Umid. Umid Ansarga haqiqiy bir umid beg'ishlaydigan tiligini bildirdi. Xo'sh, unda qolsa bog'lovchi ustozlarimizdanki hamdiki bahosini birlikda anglab boqaylik. 2 nomerlik Mayır, ovozingizning aloyligi to'g'riliq oldingi bosqichda deb bo'ldik. Naqshini yaxshi ijro qildingiz. Mening demoqchi o'g'limmi, naqshingizning melodiyasi ta'varlik jihatdan aniq emas. Shuningga har xil ta'sir paydo qiladi. Buningdan keyin mushundaq yaxshi bir naqshini aytishni mahoratingiz bo'lgandan keyin milliy aloyligi, ta'varligi aniq bo'lgan naqshlarni tanlab aytsangiz texmi yaxshi bo'ladi. Ahmet Yarus. Rahmat. Bizning 2 nomerlik mayırımız özünün qarindoshi bilan numarini ko'rsatib o'tdi. Hamda qizg'in olqishlarimiz bilan 3 nomerlik mayırımızning qarindoshi bilan sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Ecdadının
Aleykümselam. Qarindoshlar bosqichidagi sizlarniki o'rilgan ta'sirlik bo'lgan mana bu naqsha bizni amaliy ko'rinishlar orqali to'liq ta'sirlantirdi. Jumladan naq maydondagi nurg'ulgan qarindoshlarimiz ko'z yoshlarini to'kyotdi. Mana bizniki rolchilarimiz hozirgacha ana shu hissiyotdan chiqqani yo'q. Albatta bir ota-onaniki farzand tarbiyalab, eng oxirida kutadigan oliy maktabdan iborat turmush o'rganadigan bir maktabni puttirish qandoqdir sizlardan cho'ng bir natija kutmaydi. Ammo shu oliy maktabni puttirib chiqqandan keyin biz o'zimizniki turmushimizni, hayotimizni davom etsak, puttagan bilan puttamagan odamlarning farqini jamiyat hammamiz ko'rib turyapmiz. Uning farqi bek cho'ng. Shunga mayli bizning tavsiya qiladiganimiz oliy maktabda o'qib cho'ng bir natijalarni kutmaymiz, lekin oliy maktabda cho'qim o'qishdan iborat mush go'zal orzuni amalga oshirishinglarni chin qalbimizdan umid qilamiz. Rahmat. Xo'sh, Abduxoliq muallim undaq bo'lsa, siz hamkorlashuvchilaringizni bir tanishtirib qo'ygan bo'lsangiz. Bu yoq mening xizmatdoshim, ham saboqdoshim. O'zining kasbi muzika. Bizim maktabda muzika o'qituvchisi. Ismi? Asimgul. Asimgul, ishkasiz, qarshi olmas. Bu yoqning ismi Abduxoyim. Mening ham do'stim, ham xizmatdoshim. O'zim muzika o'qituvchisi. Xush kelibsiz Abduxoyim, qarshi olmas. Bu yoq mening bayatim aqasonlar degan Manchuniyaga o'quvchim shu. O'zi hozir Izgilik universitetida o'qiydi. Ismi Nurbiya. Cho'qim naq maydonda hammanglarniki Abduxoliq bo'lgan yurak so'zinglar bor deb o'yladim. Abduxoliq hozirgacha endi maktabimizning har turli san'at faoliyatlarida endi birinchi, ikkinchilikni qo'ldan bermay, asosan birinchi darajalikni ep kelyotida yetaklagan o'quvchilar. Ham buning ichida shunaqa bir o'tpa san'atda. Men o'zim bir muzika kasbida o'qigan ekan, endi ikkimizniki mijoz xarakter jihatda chiqishib qilib, hozir misanda birga turibmiz. Bundan keyin har turli xizmatda bo'lsin, mayli san'at jihat kishilar bo'lsin, utuq tilayman. Bo'ldi bo'lsa bizniki bog'lovchi ustozlarimiz qanday baho bergan, birlikda anglab boqaylik. Ammo bosqichda umid nomli bu naqsha melodiyasi shunchalik chiroyli, yaxshi. Yani sizga yetarli tarbiyangiz yana hissiyat bor. Oldingi bosqichda degan, shu naqsha aytgan vaqtdagi har bir jumla so'zga bu naqsha teg'imi hissiyat lozimchu. Vujud bilan bir xil qaynab turgan vujud kirgan bo'lsa, bu teg'im bir yagi bordi. Ilmi shunchalik yaxshi bo'ldi bu naqsha. Endi tomoshabinlar hammamizni ta'sirlandigini mana shu hamkorlashuvchimiz, shu üç hamkorlashuvchimizning shu o'rilishi tabiiy, qilchilik, yasalmchilik yo'q. Shunchalik tabiiy bo'ldi menimcha. Bu kichik qizning yaxshi bugun tutib, aksi qarab turgan yeri shunchalik ta'sirli. Rolni shunchalik yaxshi oldinglar. Mening ko'zim yosh kelib ketdi. Omad yer bo'lsin sizlarga. Rahmat. Xo'sh, bizning 3-chi numurliq mayrimizmi o'zining qarindoshlar bilan numerini ko'rsatib o'tdi. Endi 4-chi numurliq mayrimizni qarindoshlar bilan sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Otluk ahimsiz, feryadında ahu vahimsiz, ruhsardın saltan nur tükken, içideki tulun ayimsiz, siz tulun ayimsiz, düşlerimde hemrah dayimsiz.
yuqorida qarindoshlar bosqichida usulluq naqsha, jo'shqin bo'lgan usulluq naqshini o'rinlash orqali navo sahnamizni yana bir qatim qizdiryaptinglar. Bir qarindoshimiz bilan tanishib o'tgan bo'lsak. Songimizning ismi Gulboston. O'zi meniki shu singlimniki do'sti bo'ladi. O'zi usul kasbida o'qigan, hozir uyda shu xizmat kutib o'tirdi. Gulboston bizga tanish, harakatimizningki navo sahnamizda shu qarindoshlar bosqichida mayirlarga asosan qarindoshlik sifatida o'ziniki shu usul jihatdagi mahorati bilan tuz qo'shib kelyapti. Qo'shimda qolsa bir ikki jumla so'zingizni anglaylik. Assalomu alaykum ustozlar, aziz tomoshabinlar, yaxshimisizlar? Men Qarg'ishchi Gulbostondan sizlarga o'tliq salom. Men Abul Qosim akamning keyingi numurlarga o'ngishli o'tishini tilayman, shundaqla oilasiga xotirjamlik tilayman. Bog'lovchi ustozlar, hamdiki navbatchilar uchun. 4-numurluq Mayir Sanamlar degan naqshini hamkorlashuvchingiz bilan birga nihoyatda muvaffaqiyatli o'rinlab chiqdingiz. Hamkorlashuvchingizni sizga nihoyatda chiroyli kepinakdek atrofingizda agib tushirib, sizningki jiddiylashingizni qachirib turib, shunday yaxshi o'rinlab berdi. Sizmi bu naqshni oldingi naqshga qarag'an vaqtda yuraklik, hali o'zingizga xos uslub bilan o'rinlab berdingiz. Sizga omad tilayman. Rahmat. Bizden 4-numurluq mayrimizmi o'zining qarindoshi bilan numarini ko'rsatib o'tdi. Endi eng oxirgi mayrimiz 5-numurluq mayrimizni qarindoshi bilan sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Saçların dikitli tapar men, alemde men seni tapar men. Saçların dikitli tapar men, alemde men seni tapar men. Güzel yukarsan yukarsan, berber men seni tapar men. Güzel yukarsan yukarsan, berber men seni tapar men. Maysini uçardı şamanlar, zühreni göçerdi tuman. Maysini uçardı şamanlar, zühreni göçerdi tuman. Ben sana ay dermem, berber men seni tapar. Ben sana ay dermen, berber men seni tapar. Görmem yıldız deyip pişkan, yürermem tünden tan kıyaşka. Söyümlük uykumni içişka, berber men seni tapar men. Görmem yıldız deyip pişkan,
Bürkünün armanı beşimni sılaydı barma. Külüdü bürkünün armanı beşimni sılaydı barma. Rısal dep tünde tan atmalı. Bürkünün ben seni taparım. Rısal dep tünde tan atmalı. Bürkünün ben seni taparım. Berbir seni taparım. Berbir seni taparım. Berbir seni tapar men güge seni tapar men. Nava sahnimizga o'qish kelibsiz. Rahmat. Xo'sh, qarindishimiz siz bilan bir tanishimiz bor. Assalomu alaykum, barcha ustozlar. Assalomu alaykum. Nava programmamizning aziz ishtirokchilari, ham shundaqla barliq televizor oldidagi aziz ko'ruvchilar, hammanglarga Yusufjon Abdurahimdan o'tliq salom, oliy ehtirom. Yusufjon. Bugun qanday qarindoshlar bosqichdagi hamkorliginglar? Endi bu sadiga tunji qatim chiqish bo'lgandan keyin ba'zi bir kamchiliklardan xoli bo'lgan bo'lmaydi adamcha. Endi lekin ko'nglimda o'ylayman, cho'qim yaxshi elib bordik deb o'ylayman o'zimcha. Unda bo'lsa, bizniki menga deydigan qanday yurak so'zinglar bor? Men o'zimning inim bu kichikdan san'atga xumor, kichikdan san'atchilikni pek orzu qiladi. İnim deganinglar o'zinglarning inisimi yoki endi turqusak emas, yat qusak. Yat qusak inim bu. Endi bu bo'lib deydigan o'zimning orzuyim, bo'z bundan keyin işte yaxshi natijalarni qo'lga keltirib, bo'lsa o'zimizning Uyg'urlarning orasidan faxrlik bir yaxshi naqsh olib chiqishiga tilakdoshlik bildiraman. O'zinglar odatda kesib qolsizlar. Men doktor, Uyg'ur tibobat doktori. Ma Uyg'ur tibobat doktoriniki, ma Uyg'ur tibobat doktorining hamkorlashuvchilar bosqichida qarindoshlik hamkorlashib, san'at san'at sohasiga chiqishi hammamizni hayajonga soldi deb o'yladim. Xo'sh, baqosa biz ba'lig'icha ustozlarimizniki bahosini anglab boqaylik. Memnunman. Taparman degan naqshni shunchalik yaxshi o'rildingiz. Bu naqshni men burun ko'p anglab ekanman. Sizmi bu naqshning mayt hissiyoti bilan ovozingizning haqiqatan to'g'ri baka. Bu naqshning hissiyotiga cho'kib bizga shundoq yiqishliq ovozingiz bilan o'rlab chiqdingiz. Sizga omad tilayman. Rahmat ustoz. Rahmat ba'lig'i ustozlar. Bundoq bo'lsa bizniki ikkinchi bosqichimiz, ya'ni qarindoshlar bosqichi muvaffaqiyatli oxirlashdi. Qolgan mahirlarimizdan sahnamizda qilgan bo'lsak, rahmat. Hamdiki tanlash fursati yana naq maydondagi tomoshabinlar. Sizlarning qo'lingizda bilet tashlashni qo'lingizga eling. O'zingiz talantiga, mahoratiga qoyil bo'lgan mahirimizniki rat nomerini yuqori ovozda to'lg'ash, o'zingizning qo'lingizdagi bir tal nomerni lillah adil berishingizni tavsiya qilamiz. Bilet tashlash boshlandi. 5. Natijalar ko'rsana bo'ldi. Keyingi bosqichga g'alabalik o'tgan 3 mahirimizni qizg'in chavaklarimiz bilan tayyorlik uzitib qo'ygan bo'lsak, nim deganlar bor. Men shunda qo'llab-quvvatlagan barliq do'stlarimga, aka-akalarimga ko'pdan-ko'p rahmatini bildiraman. Naysanmayman, birovga menga yana imkon bor, cho'qim tirishman, yana kelaman. Biroq qo'lga olguncha herkes naysanmay tirishib bo'lsinmi? Natija qo'lga tirishimni bilaman. Rahmat Ansar. Bo'ladi, nava sahnamiz o'xshashlar sizni yana qarshi oldi. Sizga ham bizniki ko'ngil sog'imiz bor. Muxlisa gulchiligi ta'minlagan navbatga bir dasta gul siz uchun bizning ko'ngil sog'imiz qabul qilgan bo'lsangiz. Nava sahnamizga yana kelishingizni qarshi olamiz. Bizning ikkinchi bosqichimiz qarindoshlar bosqichi bu yerda oxirlashdi. Endi programmamizning eng oxirgi bosqichi haftada bir yo'l to'p.
yoldan yürüyüp sağa kazıldı. Arıkinde vardı canili, can erkidi, yumuşak gülgünü, çağrıdı yakkan tanındı. Sundu kuşlar bağında, anda gelip koydu şahıma. Kucağımda orun vereyim, gitmeli gülüm tağına. 내게 문자를 kirpigimden kırdın ortamı, yazgülü olsun siparındı caz, cadırasın canım tınçalı. Yazgülü olsun siparındı caz, cadırasın canım tınçalı. Cadırasın canım tınçalı. Poştan az seni bir nima be seni acep içim ağrıdı yolda yalğız seni. Oynamakka 5 gün var ya bilen küreşkim şaptılın neyeydi de çölgü saldın bağını. Alt küllük alemde yürekke saldın Oynamakka 5 gün var ya bilen küreşkim Negi var sen kağa, kağa. Erkeş ta
Yandiki yağan Nimançıla jığlaysen Aşıqlaysan Vappa qelmğan yarğa Vappa qelmğan yarğa Nimançıla jığlaysan Aşıqlaysan Vappa qelmğan yarğa Keçi bolsa yatmaydı yatmaydı Direk başda kalan Yüzüm toygandı toygandı Yüreğim kandı yağa Yüreğim kandı yarğa İdim seni nime kılay nime kılsam ağrımaysan Kepten tutay gülge uğray neydim seni nime kılay nime kılsam ağrımaysan Şebnemden saçtılar ki, tarihten saçtılar ki İrke satlan bazar eden, sevda koymay sattılar ki Şebnemden saçtılar ki, tarihten saçtılar ki İrke satlan bazar eden, sevda koymay sattılar ki İşkanlıga bülen çeksen Deli yarıga kırıp çeksen İşkanlıga bülen çeksen Başka kimse mihrim bulay Şefkat sürüp can kalarsan Edim seni nime kılay nime Mana bizning eng oxirgi bosqichimiz haftada bir yulduz bosqichimizmi muvaffaqiyatli oxirlashdi. Mahirlarimiz eng yuqori saviyadagi nomerlarni o'rindab o'tdi. Unda bo'lsa, hamdagi navbatda bizning bog'liq ustozlarimiz har bir mahirga ayrim baho berdi. Marhamat. Bizning 3 nomerlik mahirimiz Qizilsuq Qirg'iz Avtonom oblastlik Aqto'y nahiyyasidan kelgandan keyin Qirg'izistonda bo'layotdingiz baya. Shundaqmi? Qirg'iziston. To'g'ri. Aqto'y Qirg'izlar jiqchu. Hokimimiz Qirg'izda chechak bayramini borganmi? Aytib qo'ysizlar Dilshatga. Men qozoqcha bilaman. Qozoqchimi? Tekstni tarjima qilibdi. Yaxshi. Ovozingiz sal shu. Yana shu abayman degandek
Hazır kuş yok. Azıcık Semir'e siz. Semir'e kuş olmadı değil mi? Hazır kuş yok. Bu Kırgızca, Kazakça, Mongolca bunaklar var. Bunlar çarolcu millet olan için bularning naqsh etishimiz bir millat, muzikasi bir millatdan shu nima xarakterini beradi. Jiroq kam. Biznikidek ayda men yaqinda yana chirilmaydi. Voy purmadi katta. Jiroq bu dalalarni aytdim. Qirg'iz naqshi mashtab tiniq cho'qim cho'nqur tushib, ovoz uzoqqa borish uchun bunga nafas kerak, kuch kerak. Qirg'iz naqshini chiqib farqli she'rga yaxshi aytsangiz va melodiyasi chiroyli qiladi. Sizga qutlayman. Ubul Qasim. Xo'sh. Yer bilan kurishkim bor degan naqshini o'rinlab chiqdingiz. Buningda chataq yo'q. Tuttanmi shunchalik yaxshi, shu rasmiy muzikantdek o'rinladingiz tutani. Rahmat. Naqshingizning qiyib ketgan ya u yoq bu yoqqa ketib qolgan hech qanday yer yo'q. Biz sizning naqshingizdan bütün tomoshabinlar bilan qo'shilib biz yaxshi huzur oldik. Sizga omad yor bo'lsin. Rahmat ustoz. 5-nomerlik Mayır. Sizning ovoz sharoitingiz yaxshi, muzikalik hissiyotingiz, muzik sezimchanligingizmi intayin yaxshi. Naqshni yaxshi ijro qildingiz. Lekin uni endi o'z Uyg'ur tilida ijro qilsangiz bo'ladi. O'zbek tilida ijro qildingiz, o'zbek tilidagi har bir harfni ifoda qilishingiz endi aynan o'zbeklardek bo'lmadi. Da o'yliq har bir tovushni ifodalash boshqa o'zbeklarning. Siz to'g'ri baqdingiz, lekin Allah'dek bo'lmadi. Unda qo'ygandan keyin o'z Uyg'ur tili bo'yicha aytgan bo'lsangiz, mana naqshingiz texnik yaxshi bo'ladi. Ovozingiz yaxshi, naqsh ya'ni qayta deyman, muzik sezimchanligingiz yaxshi ekan. Buningdagi mush taraflarga diqqat qilsangiz, mush naqsh tarafda xilli ilgirlashlarni hosil qila olasiz. Sizga ma'lumot beramiz. Rahmat ustoz. Xo'sh, albatta bizniki bugungi shirkat mas'ullarining qo'lida 10 nomerlik kuchga nomer bor. Oldi bilan bizniki shirkat mas'ullari nomer tashlab qo'ygan bo'lsa, bizning 3-nomerlik mayirimiz uchun o'zining qo'lidagi 10 nomerni berishni xohlaydigan shirkat mas'ullari nomer taxtanglarni ko'tarsanglar bo'ldi. 10 nomer muborak bo'lsin. Rahmat. Endi bizning 4-nomerlik mayirimiz uchun o'zining qo'lidagi 10 nomerni berishni xohlaydigan shirkat mas'ullari nomer taxtanglarni ko'tarsanglar bo'ldi. 1, 2, 3, 30 nomer muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Endi bizning 5-nomerlik mayirimiz uchun o'zining qo'lidagi 10 nomerni berishni xohlaydigan korxonchilar vakillari. 1, 2, 20 nomer muborak bo'lsin. Yuqoridagi bizning bog'liqchi ustozlarimiz baho bergan asosda o'zingizning qo'lingizdagi bir tal biletni bizning mayirlarimizga haqiqiy lillo tashlashingizni umid qilamiz. 5, 4, 3, 2, 1. Natijalarni ko'rsanglar bo'ldi. Bizniki bu haftalik yulduzimiz 5-nomerlik mayirimiz Mantimin muborak bo'lsin. Mantiminni bu haftalik yulduz bo'ldi deb faraz qilgan talayli tomoshabinimiz qayerda o'tirdingiz? Sizga bizning ko'ngil so'g'imiz bor. Xinjiang yo'lliq xalqaro savdo shirkati shirkati ta'minlagan yo'lliq markasidagi ko'ngilak so'g'imiz bo'lsin, qabul qilgan bo'lsangiz. Bizning haftalik yulduzimizmi, ko'ngil so'g'imiz bor. Haftalik yulduzimizni Xinjiang Amra davolash fan texnik shirkati ta'minlagan 700 yan qiymatidagi do'rliq sho'rtuz yostig'i bilan do'rliq sho'rtuz balligi mukofotlanadi. Siz uchun bizning qilgan so'g'imiz bo'lsin, qabul qilgan bo'lsangiz. Xo'sh, hurmatli televizor ko'ruvchilar, Nahmaydondagi aziz mehmonlarimiz, unda qolsa biz bu haftalik yulduzimizga shundaqla munavvar mayirlarimizga mukofot qo'yim topib berishga bog'liqchi ustozlarimizni taklif qilamiz.